Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, aziz vatandoshlar, aziz muxlislar. Ee, Shogirdimiz bor ekan, qo'shiqlarimizni juda ham yaxshi ko'rar ekan o'zi. U shu menga bir she'r aytib bermoqchi, aziz yurtdoshlar. Shuni hozir uni chaqiramiz. Ashurov Abdumuttalib. Ukam, qarab ber. Do'stlar uchun bitta she'r aytib ber, muxlislar uchun. Bu kun xuddi bayramdek bizga, nur sochar quyosh ham o'zgacha. Biz xursandmiz barchamiz, tez yurib maktabga shoshamiz. Bag'ringda yana bilim olamiz, yaxshi o'qishga biz tayyormiz. 1 2 3 4 5 salom maktab, salom kitobim. 1 2 3 4 5 salom do'stlar, aziz ustozim. Eng dono bizning ustozimiz, keng va yorug' sinfxonamiz. Biz o'rganib yangi fanlarni, lol etamiz butun olamni. Hamma sohada ilg'or bo'lamiz, a'lo bahoga biz o'qiymiz. Men, sen hammamiz o'zbekistonliklarmiz. Har doim ahil uloq bizlar bir oilamiz. Do'st bo'lib birga o'qib zo'r insonlar bo'lamiz. Bilim kuch qanot berar maktabimiz. Mana do'stlar, sizlarga she'r yoqqan bo'lsa, shu kanallarimizga obuna bo'lishni, like bosishni unutmang. Qo'llab turamiz yigitimizni ham. Bir salom yo'llab. Salom do'stlarga. Salom do'stlar. Kanallarimizga obuna bo'lasizlar, like bosib, Like bosishni unutmanglar. Albatta, sizlar bilan yana tez kunlarda ko'rishamiz. Sog'lik, salomatlik deb qolamiz. Xayr hammaga.